Agarda homilador ayol sog'lom bo'lsa, o'zini yaxshi his qilsa va tibbiy ko'rsatma bo'lmasa, ro'za tutishga qarshilik yo'q. Biroq ona va homila salomatligi birinchi o'rinda turadi. Qanaqa holatlarda ro'za tutish tavsiya etilmaydi? Masalan, onada og'ir kasalliklar, surunkali kasalliklar, masalan, kamqonlikni og'ir darajasi, qandli diabet va hokazo shunga o'xshash kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, yoki homila tarafdan yaxshi o'smayotgan homilani gipoksiyasi holatlari bo'ladigan bo'lsa, bunaqa holatlarda ro'za tutish tavsiya etilmaydi. Ro'za tutgan homilador ayollarga nimalar tavsiya qilinadi? Iftorlikdan to sahargacha ko'p suyuqlik ichish, vitamin, temir, kletchatkaliga boy bo'lgan oziq-ovqatlardan iste'mol qilish. Ro'za tutayotgan homilador ayollar nimalarni cheklash tavsiya etiladi? Birinchi navbatda shirinliklar, juda ham sho'r tuzlamalar, energetik ichimliklar hamda har xil fast food oziq-ovqatlar. Agarda ro'za tutayotgan paytda kuchli holsizlik, hushdan ketish, bosh aylanishi yoki homilani qimirlashini susayishi va shunga o'xshash belgilar bo'ladigan bo'lsa, ro'za tutishni darhol to'xtatib, albatta vrachingizga murojaat qiling. Shu aytib o'tgan tavsiyalarimga rioya qilsanglar, o'zingiz ham farzandingiz ham sog'lom bo'lasizlar.